Xorazmliklar uchun suv faqat hayot manbai emas, balki muqaddas bir qudrat, olam yaratilishidagi 4 unsurning biridir. Avestoda suv barcha narsani poklovchi, isrof etilishi mumkin bo'lmagan ilohiy ne'mat sifatida ulug'langan. Xorazmliklar e'tiqodiga ko'ra, suvni ifloslash katta gunoh. Ilgari Jayhun telba daryo deb atalgan Amudaryo yiliga 4 marta toshib, Xorazm zaminini yuvar edi. Aholi bu toshqinni daryo ostidagi devlarning quturishi bilan bog'lagan. Xorazm tasavvurida Amudaryoning tagida devlar yashaydi. Ular qurbonlik talab qiladi. Shuning uchun Amudaryo bo'yida qurbonlik marosimlari o'tkazilgan. Abu Rayhon Beruniy xorazmliklar yozning chillasini Baxshangon bayrami bilan nishonlab, Amudaryoga tushib cho'milayotgani, suv sepishib o'ynagani haqida yozadi. Suv parilari Xorazm rivoyatlarining ajralmas qismi. Ular suvning poklik, go'zallik va sehr bilan bog'liq tabiatini aks ettiradi. Amudaryo nafaqat hayot, balki Xorazm ruhiyatining yuragi, suv kultining muqaddas markazidir.